Ertaklar bolalarning tasavvurini parvoz ettiruvchi, ezgulik va mardlikni yuraklariga urug'day qadab, ularni hayot yo'lida nurafshon qiluvchi mo'jizaviy dunyodir. Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Baxmal tuman axborot kutubxona markazi sizlarga kitob Jamiyat qalbi loyihasi doirasida audio ertaklarni havola etadi. Ertaklar to'plami. Tadbirli chumoli. Bir kuni kichkina bir chumoli yo'lda ketayotib, hayvonlarning tilini biladigan bir odamga duch kelibdi. Odam undan so'rabdi: "Nega boshing katta?" Chumoli javob beribdi: "Aqlim ko'p bo'lgani uchun." "Unda nega beling ingichka?" "Kam yeyman." "Duming nega katta?" "Mehnatkashman, kuchliman." Shunda odam hayron bo'lib so'rabdi: "Qancha ovqat bilan yashaysan?" Chumoli sokin javob beribdi: "Bitta bug'doy doni bilan 1 yil yashay olaman." Odam bunga ishonmay, chumolini bitta bug'doy doni bilan qutichaga solib, yopib qo'yibdi. Vaqt o'tib, hatto 1,5 yil o'tib qutini ochsa, chumoli tirik, bug'doyning esa yarmi qolgan ekan. "Axir 1 yilda tugataman deganding-ku", debdi odam. Chumoli jilmayib shunday degan ekan: "Aqlli ekanimni aytgandim. Agar hammasini birdan yeb qo'yganimda allaqachon nobud bo'lardim. Shuning uchun nafsimni tiyib ozozdan yedim." Xulosa: tadbir, sabr va nafsni tiyish insonni ham, chumolini ham asraydi.